Hammaga salom, bugun sizlar men o'sha tanigan va tanib tashlagan Redflag. Bugungi videomizda sizlar bilan bugungi videomizda top 2 ta modlarni avzor o'taman. Top birinchi modimiz o'zlaringiz bilgandek Femken, Redditning Femken shahri telefonga tushadi. Bu modlarni qayerdan topamiz deysizlar, videoni oxirigacha ko'ring. Videoning oxirida o'zim ko'rsatib o'taman. O'sha mashhur Femken shahri. Mazza qilib o'ynasizlar ular. Ikkinchi modimiz esa qurol modlar, avtomat, keyin bu avtomat. Keyin Redditning mashhur shig'shig'i, buni Drabovik deydi. O'sha Drabovik. Mana bu yerda yana boshqa avtomatlar ham bor. P90. Yana qanday avtomat? Üstelik bu birinchi bu AVM. Ayni ship totamiz. Ay, o'q yo'q. O'qramanda bosh animatsiyalar ham cho'tka. Yuppi. O'qramanda. Yotib olganman. Короче, o'sha mana shu P90. Keyin üstelik, keyin bu AVM. Uxlash animatsiyalarigacha bor. Eksperimentlar qo'shsalang ishlaydi. Videomiz shulardan iborat edi. Top 2 ta mod edi. Femken shahri yoki qurol modlari kerak bo'lsa, hozir sizlarga qayerdan topishni ko'rsataman. Unda